Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Shu firmamiz haqida to'liqroq ma'lumot so'ragan ukalarimizga 5 ga 5 ugonlidan bo'yni 50 cm, enini 30 cm, stovkalarining orasi 60 cm dan bo'lgan, uzunligi 9,5 metr bo'lgan akalar. Qalinligi ham 5 stena bo'lgan. O'rtadagi fermamiz mana bunisi 40 ga 40 bo'lgan. U to'sinni chakiga qo'yilganligi sababli sal shirokiyroq qildik. Xo'sh, e'tibor beringlar. Temirga o'tadigan samarangizdan to'sinlarga qatirib qo'yganmiz. Nihoyatda mustahkam bo'lyapti. 8 ga 9,5 metrlik yozgi oshxonamizda ishlar jadallik bilan ketyapti. To'sinlarning orasini teng bo'lib qo'yganmiz. 51 cm dan stovkasini qilganmiz. E'tibor beringlar. Zigzag temirlikni 5 cm qochirib svarga qildirganmiz. To'sin tushganda anaqa burchagiga xalaqit qilmasin deb. Ko'ringlar, e'tibor beringlar. Nihoyatda mustahkam bo'lyapti. Bizni kuzatishda davom eting. Foydali videolar qo'yib boraman. Do'ppili tom bo'lyapti. Xudo xolisa chiroyli chiqadi.